Bedeningizga quvvatning 70%i et deganlik nashliqdan ketdi. Bugun qarindoshlar et deganlik nashliqning qanchalik muhimligi to'g'risida o'rtoqlashamiz. Eng avval ajim uchun bir yurak belgisini besitishni unutib qolmang. Et deganlik nashliqning muhimligi to'g'risida bizning cho'nglarimiz manda bir tamsil qilib turgan. Ya'ni et deganlik nashliqingizni podsho degan, tushlik tomoqingizni vazir degan, kech tomoqingizni malika degan. Buni hozirgi taraqqiyotga moslashtirsak, et deganlik nashliqingizni quvvatligan, sarxilyan. Tushlik tomoqingizni to'yg'udagan, kechlik tomoqingizni ozyan, balduryan. Ya'ni et deganda siz bir kecha uxlab, badan metabolizmini ishga ajratib, badaningizdagi shu buzuq xilitilni, buzuq moddani cho'ntarat, kichiktarat orqali et degan qo'pab, u burunni sirtga chiqarsiz. Badaningiz pokizlandi. Oshqozon uchayli bo'shadi. Bu vaqtda yegan narsalarınız şu uzuqliklaringizning 70%i to'liq badanga shumiladi. Tushda kech degan tomoqlaringiz 70% shumilmaydi. Faqat tuyunisiz xolos. Shuning uchun et deganda siz qanchalik quvvatli yesangiz, qanchalik yaxshi yeysangiz, qanchalik sarxil yeysangiz, badaningizga ketgan uzuqlik va moddalar, mineral moddalar to'liq shumiladi. Badaningizda uzuqlik kamchilik o'tgan, umum badan ojiz o'tgan, hattoki ba'zi kasallik oson gripplar o'tgan ahvoldan saqlaniladi. Tushlik tomoqingizni to'yg'uda yegan degan gap. Et degandan tushgacha ishlab charchatmiz. Tushdan keyingi xizmat besimimiz texmi ig'ir, yeni ishlatmiz. Shu sababdan tushlik tomoq qop o'tirib bo'lg'ashqa tushlik tomoqingizni cho'qim to'yg'uda yemasangiz, et deganning tushgacha bo'lgan energiya xurashni to'liqliqli bo'lmaylam qolmay, tushdan keyingi xizmatga ta'sir etdi, ham badan ojizlik, umum badanga uzuqlik yetishmaslik kelib chiqardi. Kechlik tomoqingizni oz yeng. Ya'ni kechda sizning butun et degandan tushgacha yeb kelgan tomoqlaringiz badanga yig'iladi, uzuqlikqa bir qator badan tuynab bo'lag'liq. Siz bu chog'da tomoqni ko'p yevasangiz, kechda tomoqni yeb yotgandan keyin bu narsalar badanda parchalanib bo'lmay, bu mayga aylanadi. Shuningdek semirishni, qonda may bo'lashni, qon quyuqlikni, jigarda may bo'lashni, yurak va qon tomir kasalligini keltirib chiqarish nisbati yuqorilab ketdi. Shuning uchun qarindoshlar, badan kasal bo'lmasin, uzuq yetishmayotgan ahvol bo'lmasin deb qolsak, et deganlik tomoqqa bak e'tibor beringlar. Hammamizning xizmati oldirash, et deganlik tomoqqa oram 5 minut vaqt ketdi. 2 tal tuxum, 1 stakan süt. Bulapma qarindoshning et deganligi cho'qim 2 tal tuxum yeyish odatini yetildirishni, bu tuxumni cho'qim suvda pishirib yeyishni qattiq tavsiya qilaman. Buning sababini keyingi filmda so'zlab beramiz.